charchab ketdi u odam. Ikkinchi etajni bitirdik, birga tushdik. Xona. Bu oynalar. Nima demoqchi edim? Ha. Bitta video ko'rib qoldim-da. Yozib qo'yibdi. Soliha ayol bo'lsa uylanaman deb. Soliha qilib, soliha bo'lmasa o'rgat bilmaganim. Muhimi tili boshqa, dili boshqa inson bo'lmasin. Soliha qilish o'zingning qo'lingda, o'rgatib olasan. Muhimi yuragi toza, qalbi toza. Ana nima deydi? Hozir ko'payib ketgan shunaqa 200lamachi odamlar ko'p. Shunaqa bo'lmasin degan.